Bugun sizlar bilan Manhattan haqida gaplashamiz. Yo'q, Amerikadagi, Nyu-Yorkdagi Manhattan emas, balki Osiyodagi cho'ldagi Manhattan. Bu Yamanda joylashgan Shibam shahri. Shahar o'zining betakror me'morchiligi bilan mashhur bo'lib, aynan shu sababli UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. U Yamanning ramzlaridan biri hisoblanadi. 1930-yillarda Yaman bo'ylab sayohat qilgan nemis jurnalisti Hans Helfristning o'rganishlari tufayli bu shahar hozirga qadar osmono'par binolar shahri yoki cho'l Manhattani deb ataladi. Bu yerda asosan 16-asrdan boshlab loy g'ishtdan ko'p qavatli binolar qurilgan. Ular o'rtacha 5 qavatdan 11 qavatgacha bo'lgan. Ba'zilarining balandligi esa 30 metrgacha yetgan. Shu tufayli Shibam ko'pincha dunyodagi eng qadimgi osmono'par shahar deb ham nomlanadi. Bu shahar vertikal qurilish tamoyiliga asoslangan qadimgi shaharsozlikning eng ilk namunalaridan biridir. O'zbekistonda esa Tavrab kompaniyasi ko'p qavatli turar joylarni qurishga ixtisoslashgan qurilish kompaniyasi hisoblanadi. To'g'ri, bizning uylar loysuvodan qurilmagan, balki sifatli, tejamkor va ekologik toza mahsulotlardan foydalanilgan. Agar sizni kadastrli, tayyor ta'mirlangan, tejamkor xonadonlar qiziqtirsa, Tavrab qurilish kompaniyasidan Yangi O'zbekiston massivi aynan siz uchun. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga yoki sotuv ofisimizga murojaat qiling.